أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى iltifat bilen Sure Ali İmran'ın 159. ayeti keldik. Ee, Aldığın saat aldığın saat okugan ayetlerimizde şu Uhud gazasına alakadar ahvallar şu bardaki mezmunlarni o'qigandik. Bugunmi shu g'azotninki davomi shuning alaqador mazmunlar so'zlaniki bugungi oyatda. Yani oldingi soatlik darsga oyatida Alloh taolaning sahobalarni shu Uhud g'azotida yuz bergan, ularda yuz bergan ba'zi xatoliklar qarta afv qilib o'tganligi haqidagi shu mazmundagi oyatlar o'qilgandi. Bugun o'qiydigan oyatdami Alloh taolaning Muhammad alayhissalomni shu mo'minlarni afv qilib o'tishga buyurganligi va ular uchun mag'firat talab qilishga buyurganligi haqidagi mazmundagi oyatlarni o'qiydi ekanmiz. Har qanday qishda masal serishniki yaxshi ekanligi mazmundagi oyatlarni o'qiydi ekanmiz. Estaizu billah. فبما رحمة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yani febima deki ma ziyade deydi. Yani febi rahmetim minallahi linte lehum deganlik bo'ldi da. Allohning rahmati bilan sen ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketadi. Ularni afv qil. Ular uchun mag'firat tilegin. Ishda ular bilan kengashgin. Kengashgandan keyin bir ishga bel bog'lasang, Allohga tavakkul qilgin. Alloh haqiqatan tavakkul qiluvchilarni do'st tutadi. Yani Muhammed Aleyhisselam sen Allah'ın rahmeti bilen mulayim buldun. Yani o müminler sana muhalefetçilik kılan vakitte sen ahlakını nayeti yumuşak kıldın. Güzel ahlakta muamele kıldın onlara. Eğer e, ahlakı načar, kalbi kattık, cafiyen, bağrı kattık mında bulup, onlara şuna kopal muamele kılan bolsan, lan faddu degan tafarraqu min havlik. Ular sening atrofingdan tarqab ketgan bo'ladi. Shunglashqa ularni afv qilib o'tgan. Ulardan sodir bo'lgan shu ishlar qarta ularni afv qilib o'tgan. Vastagfir lahum. Ularning gunohlariga qarta ular uchun mag'firat talab qilgan. Hattoki men ularni mag'firat qilgayman. Va shavirhum va ularning ko'z qarashini chiqargan, ya'ni maslahat solgan ishda. Ya'ni jang ishlarida va undan boshqa ham ishlarda deydi. Nima uchun desa, tatyiban liqulubihim man yustannabik. Ularning qalblarini bir e, qalblariga bir tasalli bo'lish, ya'ni qalblarini moyil qilish, ya'ni poklash degandek gapda, yaxshilashtirish e, va ular sana boshqalarning agishi shundaqlar. Mushu maqsadda shunday qilgan. Amaliyotda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nihoyatda ko'p masal solgan edi sahobalarga deydi. Mushuna binoan masal serishning hukmi nima degan chog'da hozir ma masal serishni vashavirhum degan kim Muhammad alayhisalom qarta deyapti. Shu Muhammad alayhisalom qartami ba'zi olimlar shu masal serish ma buyruq vojibligini bildirdi desa, yine ba'zi olimlar az bir qism olimlar vojibligini bildirmaydi deydi ekan. Shunga baqqanda biz mu'min musulmonlar qarta bu ishlarimizni o'zini masal serish orqali qilish nihoyat muhim hamda. Endi ishimizga boshqalarga masal soldik, masal solib bo'lgandan keyin shu ishni qilishga bel bog'lab qolsak, ya'ni faiza azamta degan shu rasmiy shu ishni qilishga bel bog'lasang, masal solib bo'lgandan keyin fatavakkal alalloh. Endi Allohga tavakkul qilib shu ishni qilavergin, Allohga ishonch qilgin. Innalloha yuhibbul mutawakkilin. Haqiqatan Alloh taolo tavakkul qiluvchilarni do'st tutadi, yaxshi ko'radi. Yansurukumullohu fala g'oliba lakum. Agar Alloh sizlarga yordam bersa,
Yani Bedir günüsüge okşaş Allah sizlerinin düşmanına karşı sizlerge yardım berip kalsa sizlerinin üstün sizlerge hiçbir galiba kılıç yoktur. Sizlerinin üstünladın. Ve en yahdulkum eğer Uhud günüsüge okşaş Allah sizlerge yardım berişini terk etip kalsa femen zellezi yansurukum min ba'di. Allah'tan kin yani Allah har kılgandan kin kim sizlerge yardım beridi? Yani la nasire lekum. Sizlerge hiçbir yardımcı yardım kılıç yoktur. Allah yardım bermese. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Başqasıga emas, faqat Allohga mu'minlar haqiqiy ishonsin, tavakkul qilsin deydi. Endi keyingi oyat mushu xiyonat qilishninki yomon ko'rilganligi haqida nozil bo'lgan oyat ekan. Buning nozil bo'lish sababi lamma fuqidat qatifatun hamra'u yawm badr. Badr kunisi bir qizil to'n, ya'ni g'animatdan ilm dushmanlardan g'animat ilingan to'nlarning ichida bir qizil to'n yo'qolib ketgan chog'da ba'zi kishilar la'allan nabiyya akhadaha balki buni payg'ambar alayhissalom olgan bo'lishi mumkin deganda deydi. Bu ba'zi kishilar kim bo'lsa shu munofiqlar. Payg'ambar alayhissalomga shu qalaymaqan gaplarni qilgan bo'lgan ular munofiqlar bo'ldi. Balki buni payg'ambar alayhissalom olgan bo'lishi mumkin deb shundoq degan chog'da bu oyat nozil bo'lgan deydi. Va ma kana li nabiyyin ay yaghul. Yine her qanday bir payg'ambar uchun bu Muhammad alayhissalom uchun emas, har qanday bir payg'ambar uchun xiyonat qilishi loyiq bo'lmaydi. G'animatga xiyonat qilishi. Shuningdek Muhammad alayhissalom qarta undaq o'yda bo'lmanglar degan gapkan. Yana bir qiraatda bil bino'i lil maf'ul. Yine ay yaghulla degan ma so'z, ma kalima. Yana bir qiraatda ay yughalla deb mana majhul holat o'qilgan demakchi. Yunsaba ilal ghululi. Yine har qanday bir payg'ambar uchun xiyonat qilinishi loyiq bo'lmaydi degan bo'ldi-da o'sha. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Kimki g'animatga xiyonat qiladigan qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsa bilan yana xiyonat qilgan narsa gajgisiga ortilgan holda keladi. Har kishining qilgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo berildi. Ularning, ya'ni yaxshilarning savobini kamaytirib o'tib, osiylarning jazosini oshirib o'tib, zulm qilinmaydi. Ya'ni xiyonat qilgan narsani qiyomat kuni ko'targan holat keladi degani hamilan lahu ala unqihi o'shnisiga bo'yniga ortgan holatda ashta keladi. Yine hadisda sahih hadisda kelgan bir mazmun bor. Ya'ni kimiki payg'ambar alayhissalom shuni degan hadisning mazmuni hamda men sizlarni qiyomat kuni uchirib qolmaymanki sizlarning biringlar shu o'ziniki mərəb turuyotqan qo'yni o'shisiga ortqanlarga kelib qolmasin. Men sana yetkizgango, men seni azad judo turaman deyman. Yana biringlar o'zining bo'ynida boqirab turayotgan tugini ortqanlarga kelib qolmasin. Qiyomat kunisi. Unda olib qolsa men sana yetkizgan, men sendan azad judo turaman deyman degan mazmunda shuna bir hadis bor. Bu sahih hadis. Demak bu xiyonat qilishninki noiti oqibati og'ir. Gunoh kabirlarning qatorida bo'lishgan. Bu xiyonat qilishning doirasini aytib cho'ngamdi. Hattoki bir muallif yozgan kitobni yana bir odam oshini ko'chirib yezib, uni mazmunini o'zgartirib aytgan bo'lsa, shu xiyonat bo'ladi debdi. Ya'ni boy mazmunni o'zgartirib etsa demoqchi bu yerda shart bor edi. Mazmunni o'zgartirib yetib qolsa, shu xiyonat bo'ldi ekan. Muallifniki ruxsatsiz aytgan bo'lsa demoqchi. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. Yani Allah'ın razılığa ergeçken, Allah'ın razılığını izleyen kişi Allah'ın gazabına uçurashga tegishli bo'lgan kishiga o'xshamdi. Allah'ın gazabına uçurashga tegishli bo'lgan kishining boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy. Allah'ın dergahida ularning darajasi turli bo'ladi. Allah ularning qilmishlarini ko'rib turg'uchidir.
İtteba'a degan ato'a degan gap. Yuqorisida yani xiyonat qilsa, nihoyat og'ir gunoh ekanligi so'zlangan yuqorqi oyatda. Ya'ni kimki Allohga itoat qilib xiyonat qilmasa, ya'ni Allohning roziligiga ergashgan, Allohning roziligiga ergashib Allohga itoat qilgan, xiyonat qilmagan odam Allohning g'azabi bilan qaytgan, xiyonat qilgan odamga o'xshash bo'lamdi demoqchi. Va ma'vahu jahannam. Uning qaytgan joyi jahannamdir. U nima degan yomon joy? Al masir degan al marji'u hiya. U nima degan yomon qaytadigan joy. Yo'q, undaq emas. Yana unda o'xshash bo'lmaydi. Hum darajatun indalloh. Ular darajalardir. Yine aşılar daraja egalari bo'lib Allohning dargohida. Ee, Yana qiyomat kuni esa yaxshilarningki jannatga kirgan vaqtda ularningmi darajalari o'xshash bo'lmaydi ekan. Jannatda nurg'un darajalar bor deb hadis shunday kelgan. Ay yomonlarning do'zaxga loyiq bo'lgan kishilarning do'zaxda darajalari bor ekan. Shu qilgan gunohiga qarata do'zaxdami darajalar bo'linadi ekan. Alloh taolo hammalarni jannatga kirishni nasib qilsin. Muxtaliful manazil. Yani kimiki Allah'ın razılığı ergeçse, yani Allah'ın razılığına ergeçken Allah itaat kılgan adam için es-savab, savab vardır. Allah'ın gazbiga layık olup Allah'ın gazbinden qaytgan adam için azap vardır deganlikdir. Allah Teala ular kılgan emellerin hemmisini körüp duruşudur. Feyucazihim bihi. Allah şunun karta ceza ve mukafat verir. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah Teala müminlerge daha köp nimet ata kıldı. Yani Allah müminlerge Allah'ın ayetlerini telavat kıldıgan, ularını günahlardan pak kıldıgan, ularga kitapni ve hikmetni, yani Kur'an ve sünnetni öğütüdügan, özlerinin bolgan bir peygamber evetip, ularga çoğun ihsan kıldı. Halbuki ular burun uçuk gumrahlıkta idi. Menne degen, menne yemunnu, bir yaxşılık kıldı, ihsan kıldı degen mende. Yani yaxshi cho'ng ehson qildi Alloh taolo mu'minlarga qanday qilib desa, avatda ularning ichiga bir payg'ambarni ularning o'zlaridan bu yerda o'sha arablarni ularning o'zlariga o'xshash bir arabdan bo'lgan bir payg'ambarni avatayapti demoqchi. Liyafhamu anhu. U mu'minlarniki shu payg'ambar alayhisolamni tushunish uchun. Hamda payg'ambar alayhisolam ashuna o'xshash arab bo'lgandan keyin tilini asli tushunolmaydi demaydi. Va yashrafu bihi va sharaf ilik bo'lish uchun Muhammad alayhissalom bilan. Ularning ichidan bir payg'ambar chiqqan bo'lgandan keyin bizning ichimizda bir payg'ambar chiqqan deb o'zlariga bir sharaf nisbat beradi. Shundoq bo'lish uchun la malakin va la ajamiyan. U payg'ambarni farishtadan qilmadi va boshqa arabdan boshqa bir millatdan qilmadi. Yatlu alayhim ayatihi. U payg'ambar ularga Allohning oyatlarini, ya'ni Qur'onni tilovat qilib beradi va ularni tazkiya qiladi, ya'ni gunohlardan poklaydi. Va yuallimuhumul kitob. Va ularga kitobni, ya'ni Qur'onni o'rgatadi, hikmatni, ya'ni sunnatni o'rgatadi. Halbuki ular ilgari ochiq gumrohda bo'lsa-mu, in degan muxaffafa asi innahum degan gap edi. Haqiqatan ular ilgari, ya'ni payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lib avatilishdan ilgari ro'shan ochiq gumrohlikda bo'lsa-mu, ya'ni shunday bo'lgan taqdirdami Alloh taolaning ularga mustabir payg'ambar avatganligi Allohning cho'ng bir ehsoni demoqchi. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. Allah Teala ayette müminlerinki şöncüsünü doğrulatıdı.
Endi Uhud g'azotida sizlarga albatta musibat yetdi. Sizlarga yetgan musibat sizlar dushmanga yetkazgan musibatning yarmiga teng keladigan tursa, ya'ni Uhud g'azotida sizlardan 70 kishi shahid bo'lgan tursa, Badr g'azotida bo'lsa mushriklardan 70 kishini o'ltirgan 70 kishini asir olgan tursanglar, sizlar yana bu musibat qayerdan keldi dedinglar. Aytqinki, u sizlarning o'zlaringlardan, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganliginglar va g'animatga heris bo'lganliginglardan bo'ldi. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Ya'ni mo'minlar Uhud g'azotida e, keyingi qadamda mag'lubiyatga uchragan chog'da bu qandoq bo'lib biz bunda bir mag'lubiyatga uchraymiz degan vaqtda e, shuning qarta tushgan aytgan hozir. Ya'ni sizlarga Uhud g'azotida musibat yetgan bo'lsa, sizlarmi shu musibatniki ikki hassini mislayha degan Badr g'azotida ularga yetkazdi. Ya'ni mushriklardan kishini o'ltirish bilan 70 kishini asir edish bilan o'sha musibat yetkazgan edinglar. Shunda tursanglar yana sizlar ajablangan holatda deyapsizlar, anna hada bu musibat, bu xorliq bizga nadin keldi deyapsizlar. Va nahnu muslimuna va rasulullohi fina. Biz musulmon tursak, Allohning payg'ambari bizning ichimizda tursa, bu xorliq bizga nadin keladi deb shuni deyapsizlar. Vel cümletul ahireme ahirki cümle istifham inkarinin o'rinda. Yani bundaq deyishinglar to'g'ri emas deb inkar ma'nosi kelyapti bu gap. Qul huwa min indi anfusikum. Aytqinki Muhammad alayhisalom ularga u musibat sizlarning o'zlaringlar tarafdan keldi. Sizlar o'zinglar sababchi uningga. Sizlarning qilmishinglar sababdan bo'ldi. Chunki sizlar Payg'ambar alayhissalom midramay jim turinglar degan shu markazni Uhud tog'ining ustidagi shu markazni tark etdinglar. Shuning bilan fahudiltum xorliqqa duchor bo'ldinglar. Ya'ni payg'ambar Allohning rasuliga bo'ysunmasa har qanday mo'min hamda bu yerda xorliq duchor bo'ladi degan bir haqiqatni bizga tushuntirib berdi bu oyat mana. Innalloha ala kulli shay'in qodir. Haqiqatan Alloh taolo har narsaga qodirdir. Yani Allah'ın her nerseye kadir ikenliğinin cümlesinden en nasru ve men'uhu yardım beriş ve yardımını tatip ediş. Allah Teala e, özü xalgan nersini kılgan zat bo'lgandan shu yordamni o'zi xohlagan odamga beradi, xohlagan vaqtda yordamni tatib oldi. Vaqad jazakum bi xilafikum. Jazolda Alloh taolo sizlarning muxolifatchilik qilganliklaringlarning sababidan, yani payg'ambarning amriga xiloflik qilganliklaringlarning sababidan jazoldi. Endi Alloh taoloning shu yordam ba'zida yordam berishi, ba'zida yordam berishi shu yordamga yordamga loyiq bo'lgan insonlarning ahvoli qarta bo'ldi deb edi. Yordamga loyiq bo'lsanglar, Alloh yordam beradi sizlarga. Agar Allohning rasulininki amriga xiloflik qilib, muxolifatchilik qilsanglar, o chog'da Alloh taolo sizlarni jazolab, sizlarni yordamdan tortib oladi demoqchi. Alloh taolo butun mu'minlarga o'zi yordam bersin. Allohumma nusril muslimina val muslimat val mu'minina val mu'minat. Alloh taolo hammalarga yordam bersin. الله تعالى هم من باتك لما تاقصن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك